Kokos ta'mli Sibir semichkalari. Voy, Mimi bilan endi bularni obzor qilamiz endi. Qaranglar, Sibir semichkalari. Sifatni farqiga boruvchilar uchun. Mana bu tuzsiz ekan. Kokos ta'mi keladigan semichka. Mana bu tuzli. Bir xil bilasizlarmi? Tuzsiz semichka chaqishni yaxshi ko'radi. Endi qaranglar, futbol ko'rib o'tirganda bolalaringiz va xo'jayiningiz bilan mana bu kulchatoy, taralina kulchatoylari ketadi-ku. Rozmarin ta'mligi ekan. Bu sirli. Mana bu bo'lsa, mana bu tuzli ta'mli taralina kulchatoylari ekan. Mana bunaqa ajoyib kreativniy qaranglar, idishlarini qaranglar. Odam buni idishlarini ko'rgani o'zida уже chaqis keladi. Ana endi sizlar bilan buni birgalikda ochib ko'ramiz. Ponchiklarimda savol tug'ilayotgan ekan. Qimmat deb ko'plar o'ylayotgan ekan, mana bu idishida, ustidagi idishida deb o'ylayotgan ekan. Sababini yo'q, bu idishi umuman rol o'ynamaydi. Prosta bu mijozlarga chiroyli podacha qilish uchun qilingan bu idishlari. Buni sababi asosan ichida ekan ponchiklari. Endi hozir buni sizlar bilan birga ochib ko'ramiz azizlarim. Voy. Buni qimmatligi buni asosan ichida. Mana buni qaranglar, katta boy bu. Ana, jaydari misal jaydari semichkalari. Mana, endi donini chaqib ko'ramiz endi birgalikda. Mana bu donini qaranglar. Kattaligini. Bunga semichka solasizlar? Mana, mana bunisiga usulni solasizlar. Tarelka, salofan, har xil narsalarni olib kelib oldinglarda yoyib o'tirmaysizlar. Hammasi muhayyo. Sirli taralina kulchatoylarini sizlar bilan birgalikda tatib ko'ramiz. Voy. Yoshligim eslab tordi-yu bu. Ana endi sizlar bilan birgalikda tatib ko'ramiz. Ol abbaka. Qani? Voy. Mazasiga вообще gap yo'q. Aytganimdek, sifatni qadrlovchilar uchun Sibir snaklari. Mana semichkani qaranglar. Mana kattaligini qaranglar, bu donlarini, mag'izlari ham bizga o'xshagan jaydarigina ekan. Olinglar azizlarim, albatta ta'mini ko'rib, menga yozinglar. Yoqdimi abbaka? Shunaqa.